Ой, Sanjik деловой, деловой. Любой temada gaplashamiz. Sekin-sekin движение bo'lyapti. Qani bostu davrida soqqali gaplar. Voy, cho'karim, bu odamide, cho'karim. Qayoqqa qochib ketding? Studiyalarga kelib qoldim, qayoqlarga kelib qoldim, cho'chib ketding, cho'chima, cho'karim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xush ko'rdik. Shu vaqt bo'ling, brata. Endi bu studiya. Sanjik brat kreslosiga o'tiryapman-ku, brat. Ha, Sanjikni taniysizmi? Voy, не только taniyman, kuzatib boraman-ku, aka, polniy hurmatdalar. Da, o'ziga o'xshagan mehmon kerak edi o'zi bunga. Da, aka. Ko'rko'rni qorong'i topadi deganlar shu bo'lsa kerak-da. Shunaqa bo'lsa kerak, okajon. O'zlari qayerdalar okamni? O'zi ham oz kelib qoladi, reklama olgan ketuvdi. Paypon reklamasi. Paypo aka, серьезный tema, paypo aka. Marhamat, keling o'tiring. Bo'ldi, aka, atak. Cho'karimni ham paypog'i bor-da, aka, jonim. Yaxshi chiroyli gaplar ekan. Paypolar atak cho'tki kaptar, aka. Bo'ldi mana. Reklamani ham bir teng, rejissyorini ham bir teng. Ishlashni ham bilmaydi. 36 ta dubla, 36 ta dubla. Shunaqa ham kaprizni bir tufta rejissyor bo'ladimi? Ha, nima bo'ldi, Sanjik? Avzoying buzuv. Asabimiz tutashadi. Ololmaydi. Dubl qilaveradi. Assalomu alaykum, aka, brata. Kimmi? Ko'rsatuvimizning mehmoni. Doniyor Kaptarboz. To'g'ri, brata. Doniyor Kaptarbozman, okajonim, Doniyor Kaptar. Aka, mana-chi. Dodam ham Kaptarboz bo'lganlar-da. Dodalari ham Kaptarboz bo'lganlar-da, aka. Dodalari ham Kaptarboz bo'lganlar-da, aka. O'shanda bitta 53-54 avlod Kaptarbozman-da, aka. Polni avlod Kaptarbozlar, brata. Maqtanib bo'ldingmi-kan? Menga 100-avlod bo'lmaysanmi? Sanjar, sal hurmat qilgan kelgan mehmonni. Namicha boshlading? Kaptarimizdan tiqilyapsan. Bo'pti, senga gapirganim befoyda bor-ku. Tayyor bo'lsang boshlaymiz. Asablarim buzilib keldi o'zi. Tayyormisan? Tayyorman. Kameramotor, nachili. Assalomu alaykum. Sanjik деловой, любой temada gaplashamiz ko'rsatuvi. Yana efirda. Bugun bizda mehmon Kaptarboz. Basharada qog'ozbozga o'xshaydi. Qani? Gapiringchi, nima bu kaptarlaringiz to'g'risida? Qanaqa reputatsiyasi? Oke, reputatsiyani qo'yib turing, brata. Men quruq qo'l bilan kelmadim, okajonim. Serios? Podarka olib keldim sizga. Sovg'a, okajonim, addushi. Mashkatlarni qabul qilib olasiz, oka. Sanjik delovoyga esdalik. Ehtiyot qiling, okajonim, ehtiyot qiling. Nima qilardi? Kaptarni nima qilishi mumkin, oka? Ma senga padar. Nima qilamanmi? Ayo. Xohlasang mangalga qo'yib yubor. Mangal deyapman, oka. O, gap yo'q. Oka, darinni darit. Ha, bolalarga beraman, hozir mangalga qo'yib yuboradi, ichiga qiyma tiqib. Oka, ehtiyot qiling, kaptar, okajonim. Atak oka, sizga olib keldim bu kaptarni, brata. Ukam unaqa kiraq bo'lmagan. Meniki saniki-yu, bu men radnoyim bo'ladi. Ayo. Jalka emas menga. Bo'ldi, oka, atak bitta gap aytib qo'y. Hamma o'rtaga tiqilaladi, shu oka bor. Ukam, biz xohlagan joyimizda любой момент, любой joyga tiqilamiz. Bo'ldi. To'g'rimizmi? Конечно, saniki maniki degan narsa yo'q bizda. Muammo yo'q, bemalol tiqilib yuraveringlar. Пожалуйста. Kaptar to'g'risida gaplashaylik. Tak, oka. Toshkentda kvartiralarim bor, oka. Yakkasaroyda 2 uchastka qilib qo'yganman, brata. Chirchuni bo'yida takko'y dacha qurib qo'yganman, bemalol yozda chiqaverasizlar, okajonim. Maqtanib bo'lding? Kaptar nima daxli bor? Kaptar to'g'risida gaplashaylik. Okajonim. Shularga hammasi kaptarning orqasidan bo'lgan-ku, okajonim. Shunaqa uchadi. Gribbat qiladi bor, shunaqa o'ynaydi. Takko'y o'ynab tashlaydi, okajonim, osmonlarda. Qora qopqon degani bor. Eshitgansiz, brata? Ha, qopqonni bilaman, sichqon tutadigan qopqon. Bratan, paroda, oka. Oka, payponlari bor-da. Tumshulari kichkinagina-da. Shunaqa o'ynaydi. Oka, osmonga chiqib olib, shunaqa o'ynaydi, bratan. Va, xaligrafiyani bitirgan ekan-da.
Bratan yomon qo'chanladi aka. Aka, boshida do'ppliklari bor. O'zbekmi? Ayo, okajonim, g'ayrat o'zbek, bratan. Nima deyapsiz? Va aka shunaqa o'ynaydi, vashi paygar kaptardi, aka. Shuna tepaga qarasang, miyani olib qochadi aka. Miyani bor shunaqa suzdiradi. Va, bo'lib qolasiz. Bratan. Ha, olib qochadimi? Olib qochadi, bo'ldi, bratan. bo'ldi, Bir bo'ldi. tekisda olib qochadi aka. Deputatlarga o'xshaydi. Bratan nuqtaga uryaptilar bor. Aka. Turretskiy kaptarlar bor, aka. Turkiyadan boru, aka, $60,000 ga bitta shunaqa kaptar olib keldim. Takla degani boru, eshitganmisiz? Turretskiy takla. Yo'q, eshitmagan. Va, dahshat boru. Shunaqa o'ynayapti, endi chiqib olib shunaqa gribat qilib tashlayapti, aka. Va shu mazzani qochirib qo'yadi, bratan. Короче, aeroportga olib turaman-da. Kaptarlar uchirgan paytim boru, ani lotchilar samolyotni uchiradi-yu. Shuna kaptarni uchirgan paytim lotchilar boru, mazzasi qochib qoladi. Samolyotim uchyaptimi yoki joyida turibdimi? Yama qasr kashaganlar lekin. Buni ketidan shunaqa non yeysiz. O'lasam ukam ishlasang, undan ko'ra birovning orqasidan non yemasdan. Voy. San jeki qanaqa odamsan o'zi? Eshitdingli? Zo'r ish ekan, masalan, menga yoqdi. To'ppa-to'g'ri, bratan, to'ppa-to'g'ri. Temadasiz, aka, hurmatdasiz, bratan. Bunicha foydasi shunaqa bo'ladi. Ha, nechi pul topar? Bitta kaptar orqasidan sigaretim bilan benzinimga yetsa kerak. Aka, qancha topasan deb so'rang, aka. Maqtanish emas-u, yiliga $200,000-300,000 ko'kida. Takka topib qo'yaman. Mana qanaqa qilib asabim buzilmaydi, qanaqa qilib asabim buzilmaydi. $200,000-300,000. Qo'lingni ushab ko'rganmisan, ha? Sanga o'xshagan kaptar ovozlar bor, maqtanib, quloqiga tepasanlar. Sanji, yana boshladingmi? Eshityapsanmi? Nima zaruri? Bizani aldab buni yolg'on gapirib, nima zarur? Bratan, to'ppa-to'g'ri okajonim. To'ppa-to'g'ri. Aka, agar ishonmasangiz, hozir klientim kelishi kerak. Shundan birga tushamiz, o'zingiz ko'zingiz bilan ko'rib, quloqingiz bilan eshitasiz. 25 ta pochka takka saniydi ko'kida. Seryozni, agar ishonmasangiz qo'ng'iroq qilaman, bratan. Bo'ldi. Muammo yo'q, bo'ldi. To'xtang okajonim mana. 6 sekund, tak. Voy, 25. Tak. Dedimi? Alo, aka, assalomu alaykum. Keldingizmi, aka? Keldingizmi? Voy, bo'ldi. Hozir tushaman, aka. Bo'ldi, 6 sekund. Okajonlarim, uzr, men ketishim kerak. Klient kutyapti, shundan pastga tushib. Anaqa bir minut, ukajonim, anaqa xafa bo'lmang, men sizni xafa qilib qo'ydim-da. Kechirim so'ramoqchiman. Siz yetmadimmi? Sizga o'xshagan mana shu kaptar o'ynatadiganlar, quloqiga tepadiganlar ko'payib ketdi davomli. 100% ukajonisiz. Hadi. Siz unaqa emassiz, chunki pochka degan so'zni lug'atga bu odam kiritgan. Hadi. Sanjik. E'tibor qilmaymiz. Bu ko'rolmaydi. Anaqa eng qimmat kaptar nechi pul? Oka, qiyin savol beryapsiz, okajonim. Qanchaligini aytsam, yuringizni mazasi qochib qoladi yoki appendits bo'lib qolib, qorni och qolib, mana shunaqalarda quldirab qoladi okajonim, yuringiz, aka. Yuragim siqib ketdi. Iltimos, nechi pul? Mayli, aka, hech kimga aytmadim, sizga aytaman. $250,000 turadi, aka, takoy. O'shanaqasidan ikkita bor menda, bratan. Voy, 250, 25 ga 25, 50 pochka, 50 pochka $500,000. Nechta ekan? Aka, biz siz bilan aka ukamiz bugundan boshlab. Radnoysiz menga. Anaqa bittasini menga podarka qila olmaysizmi? Aka, hurmatim baland. Takka berib yuboraman, bratan. Vassi gap yo'q. Ko'rdingmi? Sen kiraqsan. Mana shedriy bolalar. Faqat bitta nosi bor-da. Nima no? Takkoy qilib reklama qilib berasiz. Va, aka 24 soat qilaman reklama. Ishonasizmi? 24 soat. Bo'ldi. Faqat bitta rasmini ko'ring, kaptarimni. Nimaga kulyapti, hayron bo'l. Aka, rasmi prichon bo'tdi, rasmini nima qilasiz? Okajonim, o'zini olib kelib qo'ydimi? Qani? Voy, bitta ko'ring, qani? Voy, okajonim, boya olib kelib qo'ygan cho'karim bor-ku, o'sha-yu, o'sha kaptar. Voy. Olib keldi kaptarni. Bir o'pishib ko'rishing, malades bratan, mushik. Odamlar ko'rsa mana qanaqa bratishkalarim borligini. Qatta olib kelaman. Voy. Voy. Olib kel. Nima uchirib yubordingmi?
Rostdan yo'q kaptar. Ya. Aka hazillashyapti. Yomon hazilga. Bunaqa hazillashmagin. Olib kel kaptarim yo'q. O'zing berding-ku menga senga podarka deb. Tushingda ham bunaqa qimmat podarka olmagansan. Olib kel bu yoqqa. Borligi berib yubordim, men grillga qilib yuborlar endi mana pishyapti hozir. Voy-yo. Pishgan bo'lsa olib kelaman lekin. Ayo, aka hazillashmay yuraycha toz mazasi qochib qoladi akajonim. Paykarimni grillga berib yubordingizmi, brata? Ha? Voy, men hazillashyapti deb o'yladim. Men bilmadim-ku bunaqa kaptarligini. Nima deyapti bu og'ayingiz akajonim? Bittimi palakatni boka? O palakatimi? 250 ming dollar turadi. Masalar qochyaptimi? Paykarni olib kelay, brata. Voy. Hey, skori chaqiraymi? Palakat. Mayli aka. Aka siqilmang. Bizda ikkinchisi bor-ku, hozir o'shani sotib 125 bo'lishib olamiz. Voy, aka qanaqa bo'lishib olish nima deyapsiz akajonim? Uni zakladini olib qo'yganman, qarzga berib yuboraman-ku. Nima deyapsiz? Sizga berib yuborolmayman, akajonim. Paykarimni nima qildingiz? Aka olib keling. Sizga yo'q-da, hech narsa yo'q-da, aka. Nima qilib qo'ydi bu og'ayingiz? Nima qilib o'tiribsan? Sakrab o'tdan. Bor kaptaringning orqasidan uch. Yo'q, hazil gashdek. Qattiq hazillashasiz, akajonim. Voy, baykarim. Yig'lab bo'ldingmi? Nima edi, aka? Surib o'tdan. Tushundingmi? Reklama nima bo'ladi, aka? Yarmini ber, qilib beraman. Yarmini ber, paykarimni tiglaga tiqdinglar, yo'q qanaqa yarmi voy paykarim. Ikkalangdan ham ko'ylab qoldi. Nimaga keldim? Men sen ko'rsatib uyga. Pishib qoldi lekin ana kaptar bor-ku. Paykarim. Hamma yoqni dabdala qilding bor-ku. Et qo'yish kerak edi menga oldinroq. Kallang ishlamaydimi, a? Pishirsa pishirib yuborasanmi? A? 250 ming dollar, a? Bo'pti, xayrlashay, davay. Bundan boshlab bir tiyin pul olmaysan. Tushundingmi? Ja, o'zingdan ketma, atilab taqamadim-ku. Bugundan boshlab seni kaptar deb chaqiraman endi. Nima deyapsan? Og'zingga o'ylab berma. Qanaqa kaptar? Xohlasamchi, kaklik deyman. Tushundingmi? 250 mingni qo'yib qo'yasan, keyin otingni aytib chaqiraman. Yaqalik. Shundoq pul. Tashiysan. 250 ming, 250 ming dollar pishirib yuboribdi. Sizlar ham ko'rganmisizlar 250 ming dollarlik kaptarni?